xavfli darknet saytiga kirib, yana o'sha qotil klonlarni chaqirib ko'ramiz. Va biz bu paytdan foydalanib bir soatcha tennis o'ynab o'tirdik va hamma narsa keyin boshlandi. Mana, shiddatli o'yin. Qo'lga ish ochdim. Bro, birinchi o'rinda iltimos, o'zingiz bosing. Nima qilganingiz, nima qildingiz unga? Qo'yib yuboring bolani, biladi. O'zini joyiga soling. Chamadon do'stlaringni ustimi? Chamadon do'stlaringni ustimi? Birinchidan, bu chamadon bizni topib oldi va u bizaniki. Ikkinchidan, sanlik shu darajaga kerak. Lekin qarang, unaki men aytmadim, ishonmasizlar, qarang, bu yozilgan mana. Bu kitobda har bir yangi ko'rsatma yana bir dahshatli ish sodir bo'lgandan so'nggina ko'rsatadi. Ya'ni siz bilan dahshatli ish sodir bo'lgandan keyin bizga yordam beradi kitob. Tushunasizmi? Voyga borasiz. Bu yo'q edi. Qarang, men ismim ham turibdi. Shoshma. Ma'lumcha bu mana shu masxarasi haqida ma'lumot. Xo'p, o'qiymiz. Kobra. Da boygan ismi va boygan yuzi. Bu klon bilan muammo qilmang, chunki uning qasosi yolg'iz bo'lmaydi. Butun klonlar jamiyati sizga qarshi chiqadi.